Ona suti sog'lom millat kelajagi va aql salohiyatining manbai. Ona suti bilan oziqlangan bola sun'iy ozuqa bilan boqilgan bolaga qaraganda ancha yuqori intellekt darajasiga ega bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar ham shu fikrni tasdiqlaydi. Ona sutida bolaning miya faoliyatini, asab tizimini va immunitetini mustahkamlovchi tabiiy moddalarning mavjudligi aniqlangan. Shunga qaramay, ba'zi rivojlangan deb ataluvchi davlatlarda bir paytlar sun'iy oziq moddalar ona sutidan ham foydaliroq degan g'oyalar keng targ'ib qilingan. Aslida bu targ'ibot, propaganda bo'lib, oradan yillar o'tib o'sha davlatlarning o'zida ham ona sutining haqiqiy foydasi ilmiy jihatdan isbotlandi. Bu holat shuni anglatadiki, ayrim kuchli davlatlar boshqa xalqlarning nafaqat jismoniy, balki aqliy salohiyatiga ham bilvosita ta'sir o'tkazishga intilgan bo'lishi mumkin. Zero, jamiyatning kuchi uning sog'lom va intellektual jihatidan yetuk avlodida. Shunday ekan, ona suti eng tabiiy, eng toza va eng foydali ozuqa bo'lib, bolani kamida 2 yoshgacha emizish tavsiya etiladi. Bu nafaqat bolaning sog'lom o'sishiga, balki uning aqliy rivojlanishiga ham mustahkam zamin yaratadi. O'zbekiston yoshlari jismoniy sog'lom, aqliy salohiyatli va kuchli intellekt egasi bo'lishi yurtimiz taraqqiyoti va qudratining eng muhim kafolatidir. Ona suti bilan boqilgan sog'lom va bilimli avlod esa yangi O'zbekistonning kuchiga kuch, qudratiga qudrat qo'shadi.